O'zbekistonda qaynonalar kelinlarini uyda o'tirib o'ynatishsa, Koreyada karis kampirlar ko'chaga chiqib o'zlarini o'zlari o'ynatishadi. Bugun Koreyada bolalar kuni. U bu bolachani ko'rib qo'liga olib beramanmi qand paxta deb shunda chol kampirlarning o'yinini ko'rsam, o'zim bo'lib qoldim-ku taxta. Ko'chada birorta yosh bolachalar ko'rinmaydi. Buni kunini emas, nomini o'zgartirish kerak. Bolachalar kuni emas, itvachchalar kuni deb qo'yish kerak. Sababi hamma bolachasini emas, itvachchasini aylantirgani chiqqan ekan. Menda joyida bir savol tug'ildi. Nega karisvachchalar qirilib ketyapti ekan degandim. Savolimga javobni shu kadrdan oldim. Yoshlari qiladigan ishni qilmay, erkaklari boshidagi bitni tozalattirib o'tirar ekan, shuning uchun tug'ilish kamayib ketyapti ekan. Ha, unda 80 ga kirgan chol kampirlari shuncha energiyani qayerdan olyapti ekan deb bozorga tushgandim. Yo shu itchalarni so'yib yeyaptimi ekan desam, bularni kiyinganini ko'rib fikrimdan qaytdim. Ha, unda ular nima yeyapti ekan deb bir pat qarasam, ko'zim mana shu qimillagan narsaga tushdi. Haligi o'yinchi kampirlar to'shna shundan yeb olgan ekan dedim. Lekin mana bu qimillamagan narsani nimaligini tushunmadim. Kimlar yeyishini ham bilmadim. Nimaligini kommentga yozib ketinglar. Uni buni qo'ying, faqat biz karislardan emas, karislar ham bizdan nimadir o'rganibdi. Sumalak qilib sotishni o'rganibdi. Faqat suzishni sal o'rganmabdi. Mantini-ku bir amallab eplashibdi, lekin mantichilarga cho'tki ideya, agar Koreyaga kelib manti sotsanglar zo'r boyib ketasizlar. Faqat mantichilar emas, baliqchilar diqqatiga, agar Chinozli aka-opalar shu yerga kelib balig'inglarni qo'yib yuborsanglar, bir oyda Toshkent Hiltondan 4 xonali uyda aniq olasizlar. Agar qassobchi akalar hayvonlarni to'g'ri kallasini kesishni bilsanglar, Koreyada ishlab aniq Amerikadan uy olasizlar. Sog' bo'lasizlar.